Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Yeni bir qatımlıq Uçuq söhbət proqramımızı görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqun. Qadirli görürmənlərimiz, 11-ci növbətlik Dünya Şərq Türkistanlıqlar qeyrindaşlıq uçuruşu, şundaqla 2-ci qatımlıq Şərq Türkistan Milli Birlik Şurası eçilib atqan joydan sizlərə otluq salam yollayırıq. Həmənlər məlum bolğandak İstanbulda 13 iyuldan bugün günkəgəcə biraz burun ayaqlaşdı, davam qılğan Dünya Şərq Türkistanlıqlar qeyrindaşlıq uçuruşunun ki fəaliyyətinə dünyanın hər qaysı yerlərdən 18-dən köp dövlətdən gələn ziyalilərimiz, alimlərimiz, təşkilat rəislərimiz həmməsi şu İstanbul'a cəm olub vətənimizdə elib verilib atqan Xitayla bu vəhşi siyasətinə, vəhşi zulümüge karşı başqa durup birlikte bu yerde nurgulluğan plan, nurgulluğan kararlar eğlendi, söhbetler bulundu, münazirler buldu. Biz şu yığın jarayonida ta başlangan gündən tatı bugün günkəgəcə müşahidə dünyanın hər qaysı yerlərdən gələn ustazlar, təşkilat rəislərimizni fürsət bolğan müddətcə söhbətə təklif qılıb ularınki məlumatıdan, fikirlərdən sizlərni vaqıflandırışqa tirişdik. Hazırki mehminim bundan burun istiqlal ekranımıza bir qancha qatim təklif qılıb söhbətdə bolğan, əmmalar tunuşuq bolğan Ustaz Dünya Uyghur Qurultayının ki Dini İşler Komiteti Reisi, şundaqla Şərq Türkistan Ölümalar Birliğinin qurğucu əzalarından Germaniyadakı məsullardan, Germaniyadakı vəkili hörmətli Ustaz Turğuncan Alavuddin'i təklif qıldıq, qimmatli vaxtını çıxırıb şu keçib ketken bolsumu ziyaretimizni qabul qılğanlığı üçün köpdən köp rahmet etimiz. Sizin köp rahmet, cepatatlarına, medya sahasındakilerine, istiqlal kılıziyasındakiler. Neydi, vakti da yetkizip tutulma, halkımızga bulup atkan jığınның əməli ahvalını. Neydi, uşaqlarlık ahval, rahmet edin. Rahmet, Allah razı olsun. Ustazım da aldı bilen elbette siz yıllardan bu yana ekilib atqan bu yığınğa asasiyatdan kəp duruvatsız. Aldı bu qatımlıq yığından ağan təsiratınız haqqında biraz bir işki ağız yaxbarsanız. Avval bu yığının uğurlaştırışı ve başlanışını bizge sünnet yani başlap bergen merhum Abdülhakim Maksum Hacı Ustazımız ve yakın dostumuzla minnettarlığını bildirmen ve esleyme. Allah rahmet etsin. Amin, amin. Bu katımkısı 11. nöbetlik. Bu katımkı bu qeyrindaşlıq uçuruş yığından ağan təsiratım bu katım asaslık teşkilatlarının Şərq Türkistan davası hep berbatkan asaslık teşkilatlarının rəhbərləri nəhayeti kən dairdə qatnaşkan. Hoş. Ondan keyin yine bizden dünyanın her yeridir. Yani bazı bir burun kip baxmagan, qatnaşıb baxmagan dövlətlərdən mükilib bunun qatnaşqanlığını gördüm. Ondan keyin bu müzakir kılınğan temalardan bunun alaylı diqqətimni tatqını şu devlet protokolü meselesi. Bu haqda bizge Türk protokol mütəxəssisi bu doğruda bizge məlumat verdi. Biz Şərq Türkistan devletini kuruyumuz. Yani devletimizin esliga ekilimiz, müstakilliğimizni qo'lga keltirimiz deb da'vo qilib atgan bir millet. Bu elbette şunda bo'lgankenmiz biz bu davoni xalqaro seviyede, daha yuqori seviyede ep berish uchun bu biz protokol kurallarını o'rganishimiz bu bek zarur. Mayli biz negili basaq, biz şu devletin resmi insanlarla görüşümüz. Asasen
meyli Garp dünyası da olsun, meyli Türkiye ve İslam dünyası da olsun. Hoş. Bizning hozirgi davoyimizning kuchayishiga ergishib, bu hozirgi tashkilot boshliqlarimiz rasmiy shaklda davlat odamlari bilan ko'rishib kelyotdi. Shunda bo'lgan ekan, albatta biz bu xalqaro protokol qoida usullarini bilmasak, bu vaqtida biz uchun bir o'zimizning tuvan darajada bo'lib qolganligimizni his qilib qolamiz. Bu qarshi tarafga to'g'ri bir mesaj bermaydi. Shuning uchun bu qoidalarni o'rganish bizga bak muhim. Davlat qurimiz deydi ekanmiz, albatta bu davlat protokollarini hozirdan boshlab mukammal o'rganishga va shuni ijro qilishga boshlashimiz kerak. Bu jihatdan diqqatimni tortgan alohida bir ta'sirlanganim ma'rif jamiyati bu qatimki qarindoshlik uchrashuvida bu temani asos qilib bir leksiya uyushtiribdi. Bunlar yaxshi bo'ldi. Ko'pdan ko'p rahmat. Endi bu yig'in bugun tugashi hamon buningga oxiriga ulashtiriblam. Sharq Turkiston Ulamolar birligininki 5-qatimliq umumiy yig'ini chaqirildi. Bugun biroz burun buning ochilishi bo'ldi. Atiyani davom qilmoqchi. Endi siz ham Sharq Turkiston Ulamolar birligining quruvchi a'zolaridan Germaniya vakili. Ulamolar birligininki xususan Germaniyadagi, albatta Yevropadagi nurg'un qarindoshlarimiz bilan paranglashdik. Ta'siri qanday, obrazi qanday? Bu haqda biroz ma'lumot bergan bo'lsangiz. Ulamolar birligi qurilgan 3 yildan buyon bu xalqaroda nihoyatda zo'r g'alabalarni qo'lga keltirdi va zo'r bir inovatga erishdi. Chunki bizning xalqimiz shunday bir ulamolarning birlashib bir yerga kelib o'rtaq shaklda mayli millatimizga da'vat jihatdan bo'lsin, islomni anglatish, tushuntirish jihatda bo'lsin va fatvo jihatda bo'lsin. Bir o'rtaq shaklda bir organning o'ttirib chiqishini millatimiz arzu qiladi. Chunki bizning her yerde o'qigan ulamolarimiz yetishib chiqdi. Ba'zilarimiz vatanda o'qib chiqdik, ba'zilarimiz Misrda o'qidik, ba'zilarimiz Turkiyada o'qidik, ba'zilarimiz Pokistonda o'qidik, hatto Eronda o'qiganlar. Bu davlatlarning ulamolarining farqli tushunchalari va ba'zi davlatlarning mazhab farqliklari bo'lgandan keyin bu albatta bizning shu yerda yetishib chiqqan ulamolarimizga bu ta'sir qilgan. Bu ulamolar birligi qurilishidan burun ba'zi bir masalalarga har xil fatvolar berilib kelgan. Undan keyin da'vat jihatdami har xil shaklda da'vat ilib berilgan. Endi buning oldi elindi ulamolar birligining qurilishi bilan biz ajdodlarimiz davomlashtirib kelayotgan shaklda shu vatanimiz xalqimizning ijro qilib hozirgacha olib kelayotgan bu shaklda xizmat olib boramiz. Bu ulamolar birligi shu burungi ulamolarimizga varislik qilgan shaklda xizmat olib boryapti. Chunki bu vatanimizdagi xalqimizning qaymoq qilmasligi, vatan ichida bo'lsin, sirtida bo'lsin, millatimizning qaymoq qilmasligi, o'tirdi mazhab ixtilofi paydo bo'lib, o'tirdi bir-birisi bilan jadal majro qilib, talash tortish qilib o'tirmasligi muhim vaqtini hozirgi jiddiy vatanimizning jiddiy vaziyatiga ko'ngil bo'lib, vatanimizning tezroq qutulishi uchun kuch sarf qiladigan maholatga kelish uchun ulamolar birligining qurilishi va qisqagina 3 yil jarayonida olib borgan xizmatlari bu nihoyat yaxshi ta'sir ko'rsatdi xalqimizga. Shuning bilan birga asosan Yevropada ulamolar birligiga bo'lgan hurmat nihoyat yuqori. Davomli bizning ulamolarimiz qachon keladi?
biz qachon ko'rishimiz degandek savollarni so'rab turdi bağı yiyelerden. O'tgan yil bir ziyorat o'rinlashtirgandik. Nayt qisqa bo'lib qoldi, ammo bağı yiyerlerimizde nayt yaxshi o'lmalarımızga hürmet ko'rsatdi xalqimiz. Albatta bu teşviqat orqali, radyo, televiziya orqali, sosyal medya orqali teşviqatlar bo'ladi. O'lmalar birligining fatvolari va da'vatlari, tabliğlari bo'lib turibdi. Bu albatta yaxshi bir rol uchun taxmo muhimi o'lmalarning yüzünü ko'rib bir ağızdan bir gap anglasak deydigan arzu armanları bor. Bu qatim Amerikaga borganda Amerikadagi qarindoshlarimizni bu talabni o'tirib qo'ydi. O'lmalarimiz bizga qachon keladi, bizni qachon ziyorat qildi. Biz mashlarni o'z og'izdan bir yuz turani ko'rib suhbatni anglasak degandek talablarni o'tirib qo'ydi. Men buni bugun O'lmalar birligining boshlanish yig'inida men buni o'tirib qo'ydim. Undan keyin biz yana xalqimizni bevosita ziyorat qilib, davlatlarni shu yerdagi xalqimiz bilan yuz ko'rishib, o'zaro ko'rishib, qarindoshlik, mehr muhabbatni kuchaytirish bilan birga shularning dinga bo'lgan qiziqishini, dinga bo'lgan e'tiqodini kuchlanish uchun bir xizmat qilishimiz kerakligini, shularni ziyorat qilishimiz kerakligini bunga o'tirib qo'ydim. Albatta, hayotda bu olaylarni muzokara qilib, bir vaqt belgilab uni ziyoratga boramiz inshaalloh. Endi biz nimaga qaytib kelsak, shu bu qatimliq 11-navbatda qarindoshlik uchrashishi yig'ini bugun oxirlashdi. Bu yerda nurg'unlagan har xil fikrlar o'tirg'a tushdi. Sizmi chunki g'arb dunyosida faoliyat olib berayotgan tashkilotlar va Turkiyada motor bo'lib nihoyatda kuchli faoliyat olib berayotgan ma'rif jamiyati bo'lsin, undan boshqa har xil sohalarda faoliyat olib berayotgan tashkilotlar bo'lsin. Shu tushgan fikrlarning ichida hammasini o'z ichiga oladigan bir boshqa bir yangi bir tashkilot qurilishi kerak degan mavzular tushgan vaqtda siz u yerda bir gap qildingiz. Shuni biroz ochgan bo'lsak. To'g'ri, o degandek ba'zi qarindoshlarimiz bu to'g'rida bizning fikr qarashlarini o'tirib qo'ydi. Ya'ni biz Sharq Turkiston davosini kuchli temsil qiladigan bir tashkilotning o'tirg'i chiqishi kerak degan fikrlar o'tirg'i tushdi. Albatta har xil fikrlar o'tirg'i tushdi. Uni biz fikr erkinligi deb qaraymiz. Ammo mening ko'z qarashimcha endi hozirgi vaziyatda biz endi yangi tashkilot quramiz, o tashkilotni kuchlantiramiz, hammani temsil qildiramiz deydigan bu meseleni bu o'ylashadigan vaqt emas. Endi uni gapini qiladigan vaqt emas deb qarayman. Chunki yangi bir tashkilot qurib, u tashkilotni hozirgi mavjud tashkilotlarning saviyasiga akilish uchun 15-20 yil vaqt ketadi. O bir mencha to'g'ri fikr emas. Shunga mening deydig'im bu mavjud tashkilotlarni kuchlantirish kerak. Hozir endi tashkilotlar ustida ikki xil qarash bor, endi ikki xil shikoyat ko'pincha keladi. Birisi endi bu tashkilotlarni bir qism insonlarimiz bek cho'ng bilib ketib, bu tashkilotlardan bek cho'ng umid kutib ketib, o ümit kutgan umidi o tashkilotlardan hosil bo'lmagan vaqtida andan keyin xafa bo'lib turadi. O tashkilot uni qilib bermadi, bizga buni qilib bermadi deydigandek norozilik fikrlar. Yani bir qism qarindoshlarimiz tashkilotlarni ish qilmadi, qilolmadi. Uni qilolmadi, buni qilolmadi deydigan mansitmaslik nazari bilan qaraydigan ishlar mevcut endi. Bu butunlay xato bir ko'z qarash endi. Tashkilot degan endi tashkilotning zodi
ismi üstüde turuptu. Teşkilat, ammavi teşkilat yani. Halkarada bu ammavi teşkilat hesaplanır. Türkiye'den sivil toplum kuruluşuydu bu. Yani bu teşkilatlar diyen devlet demez, hükümet demez. Bu teşkilatla bu kuldugin kelgenini hazır kılıvatı da hem teşkilatla. Mağrip cemiyeti olsun, bütün küçü bilen Türkiye devlet bilen nayeti yaxşı münasebetini kurup Türkiye hükümeti bilen Uygurlarının müşahedeki Türkiye'de yaşayotgan qarindoshlarımızın nurgun meselelerini hal kıldı. Bulup müşahede turuş, ikamet, hukukçılarını uğurlaştırış bu işlerine çok zor hizmetlerini kıldı. Onu da başka İslam devletlerini ziyaret kılıp o devletlerge vatanımızın emli ahvalını, dadi ahvalını anlatıp onları düşündürüp yani onları hakiki ahvalını yetkizdi. Ola karab yani işendi. Demek bu bir nayeti çok bir galbendi. Xitay mesela yüzünün şu milyarlarca, milyonlarca puluna kaçlap evetti cüme Abdürak degenine. Evet de o bulup Malezya'da hiç kim işenmedi. Bu yalgancı, bu Xitay yüz terbiyelep çıkan edemede işenmedi. Demek bu degen bir zor galbendi bizden teşkilatlarımızdan kalan bir çoğun kazangan galbisi. Teşkilatla kuldun kelgenini kıldı. Mağrip cemiyeti Türkiye ve İslam dünyası da diginimdek nurgun hizmetlerini, nurgun neticelerini kolu keltirdi. Ve Dünya Hukuk Kurultayı Garp dünyası da hizmet kılıp geldi. Ve hazırgısı nurgun neticelerini kolu keltirdi. Endi muşta haletteyken endi başka bir teşkilat kurup o teşkilatını bu hazırki mevcut teşkilatlar kılıvatkan hizmetlerini kılalaydıgan seviyeye ekiliş için diginimdek 15 yıl vakit getirdi ona. Yeni baştan başlaşık doğru geldi. Endi bu teşkilatla endi onundan başka nayet çoğun bir ümitlerini kütümüz elbette keşke şu kütkünümüzdeki şu işlerini kılalasa. Ama digendek teşkilat ammavi teşkilatla kılalaydıgan işin emmisini kılıvatıdı. Yani devlet bulmagandayken o devlet degenden nurgun imkanları oldu. İktisadi imkanı oldu, harbiy gücü oldu, sakçı gücü oldu. O devletin hükümetiga tanqıqlanmaydı teşkilatlar. Şuna teşkilatlardan hizmet kılmadı, onu kılmadı, bunu kılmadı deb renceş yoki o teşkilatlarni ko'z qilmasdan qilolmadi. Biz qilsak yaxshi qiladi degandek bu gaplar hammasi mencha behuda ortiqcha gaplar. Şuna mening şu davaga qetilgan keyingi bir qancha yil mobaynida şu qarindoshlarimizni kutadigan yeni bir teşkilat kurayman yoki yeni bu teşkilatlar qilolmadi men degan yeni teşkilat kurup anda kılvatım, manda kılvatım deb xiyolparastlik bir nimasiga tushmaslik kerak. O asan gap emas. Bir teşkilatını xalqarada e'tirof qilingan bir holatga ekilish bu asan gap emas. Endi bu teşkilatlar bu bizning 1933 yıl kurulgan İslam Cumhuriyetimizning davasını kılıvatkan, ortak davasını kılıvatkan teşkilatlar, hazırki mevcut teşkilatlar. Dünya Hukuk Kurultayı olsun, Şarkı Türkistan Mağrip Cemiyeti olsun, Şarkı Türkistan Ölümler Birliği olsun. Asasen hazır Şarkı Türkistan davasının aldığın sepede hizmet kılıvatkan teşkilatlar. Bunlar şu 33. yıldaki devlet kurulgan devletimizin bayrağını, devlet görevini, devlet işlerine asas hizmet etmeleri vardı. Yani ondan sırt. Değil, mesela bir boş kalan bir saha olsa, kılınmagan bir hizmet olsa, onu hizmetini biz davamlaştırmamız da bir teşkilatın kuruluşu, o mümkün. O yaxşı, onu elbette kullanırız ama okşaş işini kılamayan, ma kılamadı, ben
Ondan texmi yaxshilik qilaman, men tashkilot qurib degan u havasga kelmasdan agar shu o'ziga ishonchisi bo'lsa, undan yaxshiroq qilayotgandek qobiliyati bo'lsa, saylamga kelsin, namozat bo'lsin, ichiga kirsin, kirib turib shu tashkilotni kuchlantirsin agar haqiqiy qalbida vatan millatga xizmat qilish, da'voga xizmat qilish bo'lsa. U vaqtida qarshi olamiz albatta kelib biz bilan hamkorlashib, biz bilan birlikda bu davoni taxmin yuqori chiqargan qobiliyati bo'lsa kelsin. Ammo ayrim qilaman, bu qilaman deb boshqa bir yangidan qilaman deganlik bu mencha o'xshashni qilaman deganlik bo'lgunchilik bo'lib hisoblanadi. Ustazamda shu bugun Dünya Qurultayınınki tadqiqot komitetiniki raisi Anvar Ahmad efendi bilan suhbat elib bordim. Hammamizga ma'lum Yevropada ellarda Sharq Turkiston da'vosi kun sari kuchlik mengyotdi. U yerdagi sharoitlarni kun sari yaxshilanyapti. Ben şu özgümü oturup koydum, özümün fikrini aldım. Bugün Avrupa'daki, G'arb ellerideki bütün teşkilatlarımızın hemmesi ben yıllardan beri anlap kelyapman. İşten sırtqı holatda, balkim siz mi ayrım ishlab da'vo ishini ishdan sirtqi holatda qilishingiz mumkin. Boshqalarni shunday qilganligini anlab kelyapman. Shunday vaqtining ichidan vaqt chiqarib da'vo xizmat qilganligini, hafta oxirlari yoki ishdan qaytib kelib boshqa yerda o'zining turmushini boshqa yerda ishlab qolmaydiganligini. Bugünkidek shunday bir xalqimiz vatanning ichida ig'ir bir tasvirligisiz bir zulm tortayotgan shunday bir sharoitda g'arb dunyosidagi bu yaxshi fursatlar, yaxshi sharoitlar shunchalar bir millatning dardini qilayotgan bir tashkilotlar aslida mencha bo'lgan vaqtida şu teşkilattaki asaslık adamlar, onluğun, 20-30'luğun insanlar bu asaslık teşkilatlarda 24 saat vaktini çıkaralaydıgan. Başka yerde işleyenlerin ornuna etigen kelip keşke şu milletin davası kan bolsa, neçe 10 hassi güçlengen buladı. 5 yılda besildiğin kadar 1 yılda besildiğin buladı. G'arb dünyasında Türkiye'ye nispeten o bu sözünü mesela halkımızın talep kılamayız. Türkiye'de o teşkilatlar asasiyetin bütün nimesini berip vaktini çıkarıp kıldı. Ama Avrupa'da uyada yaşayotgan halklarımızın hemmesi maddi cihetinde hiç qanday g'ami yok. Ama işleri joyida ishlaydigan olsun nimesi olsun. Şu yerdeki halkımızın asli sizlardek bulup halkni bundaq ishlarga safarbarlik keltirish teşkilatlardan belki dini adamların qo'ldan jiqroq keldi hamda. Bu aslında bu teşkilatlarni yo'lash, teşkilatlarga destek berish, ular qilinmagan bo'lsa-mu, xalqimiz shu yerdagi yanchuqqa azroq qo'lni uzatsa, sizlarningki u yerda ishlab oldigan maoshinglarni asli bersa, bu teşkilatlar texnik kuchli harakat qila oladi deb o'ylayman. Bu shaklda qilish imkoni yo'qmi yoki sizlar xizmatlarni yaxshi qilolmayotamisizlar? Nima uchun ishdan sirtqi hafta oxiri qolib qoldi bizning da'vo? To'g'ri dediniz. Endi albatta bu da'vo undaq 8 saat ishdan oshgan vaqtida vaqtimiz yetgan vaqtida qiladigan da'vo emas aslida. Milletimiz shuni tushunsa endi, keski shu qo'lida imkoni bor qarindoshlarimiz, shu qo'lida imkoni bor xalqimiz shuni tushunsa, albatta buni 24 saat muqim turib qiladigan da'vo bu. Chunki bu bundaq hozirgi shaklda etmasa vatandagi xalqimiz tugab ketyapti. Buni jiddiy shaklda ep berish kerakdi. Ammo endi bunun sebebi teşkilatlarının cık bo'lib ketishi. Ondan keyin xalqimizning qaymoq bo'lib yordam qiladigan kishilarimizning bo'linib ketishi, ammo istab kelgan, ma'ma istab kelgan shuning bilan bu shu shaklda toza degandek iqtisodiy manbaga erishmayapmiz endi tashkilotlar.
Yani keşke deganimizdek bizning milletimiz bu teşkilatni şu bir teşkilat hazır şu xalqarada davani ep berip etipdi. Biz başka nimelerni koyup durup mayli bu teşkilatning albatta devlet bo'lmagandan keyin devlet derecesinde çoğun işlerini kılanmasımı zaten hazır kuchning yetishicha faaliyetlerini hep berip atıdı, hareketlerini kılıp atıdı. Şunu biz güçlendirip bununla degandek muqim adamlarni ishiltib o'sha davoni taximi yuqori pallaga chiqarayli deydigan tushunchaga kelganlar oz endi. Endi birisi o teşkilatga berdi, yeni birisi bir teşkilatga berdi. Şunun bilan ularning nimasi bo'linib ketgan berdigan yerlari. Shu sababdan bu teşkilatlarning moddiy manba bo'lmaganlikdan ishlaydigan adamlarning vaqtini to'liq chiqarib ishlashga imkon bo'lmayapti. Keşke şu imkon bo'lsa, hammamiz şu dava bilan mashg'ul bo'lsak, yaxshi bo'ladi endi. Türkiye'nin yaxshiroq endi Türkiye'nin sharoit yer berdi. Xalqimiz hem ko'p, hem Türkiye'nin turmush sharoitimi qimmatchilik emas endi Yevropaga silishtirganda. Bu yerda imkon bor ekan endi. Ama Avrupa'da turmush seviyesi bek qimmatchilik endi. Shuni so'ra tapaslar yadimi? Şu qimmatchilikka ko'ra tapaslar. Shuni ko'ra endi shu ishlab hozir yaşayapmiz endi o'zimiz boshqa bir shirkatlarda yo u yerda zavodlarda ishlab. Ama deganimizdek bir aylık hep ishlash uchun masalan hozir bir 3000 euro aylık kirimimiz bo'lgan bo'lsa bir zavodda yoki bir shirkatda ishlab. Endi shuni endi uni bo'lmasin deyli endi bir 2000 bo'lsin mayli endi menga 2000 yetadi ekan. Aşını bir elip bu davanı kılaylı mayli teşkilat şunu belson desekme endi şunu kuma hazırlık imkan yok. Çünkü Avrupa'da yaşavatkanla az, halkımızın sanı az. Hem digendek berdiği yerleri köp teşkilatlara a'zo nurg'un qarindoshlarimiz birqancha teşkilatga a'zo. Şunun bilan bu maddi jihatdan taza güçlük bir nime kuranmaydı. Germaniyada necha ming euro var? Sizce taxminen? Germaniyada hazır bir 2000'ga yetken buluş mümkün. Endi biz burun bir sanını egallab bakaylı deb qilgan vaqtida bir 200-1300 etrafida 1500 gacha adam nüfus var deyilgan endi. Bu hammasi ish kuchi ba insanlar emas, bunları uşak balalar, küçük balalar, hem umum nüfus. Şimdi hazır yeniden kilip uğurlaşkanlığı var Germaniyanın şu cenubi tarafında. Tedqiqat bölümünün müdürü Enver Ahmet kardeşimiz. Turvaqdan şu meylige yutkavatı da hazır yenke geldi. Bu yerde de yenke geldi. Birkaç yüz kardeşimiz var. Ama ulanın ilk yenke geldi de iş ruhsatı iş imkanı yok endi. Ular bir mezgil şu devletin yardımı bilen aşına tutturdu. Ondan keyin tuluq iş hali olup oturumlar hali olup qandikan ishlash ruhsatı alalaydı. Şunu işlep ularning turmushini qamdab ketalaydı. Degandek endi u yerda turmush sharoiti qimmat bo'lgandan keyin bulupmuş öy icaresi meselesi de öy alaydısınız öy nayet kıymetli öy zaman. Kiraga alsınız mı? Yani bir adetki bir 3 yıllık oyunu 1000 eurodan taban ağıl olmaydı. Şunu olan endi digendek işleşke mecbur bulup kalımız bir şirkette. Teşkilatlarımızdan endi oyunculuk pulunu berip birkaç adamla işletişke taze imkanı yok. Şunu olan bu işler aslında biraz şu maddi imkansızlık sebepten biraz
qiyinchilik bo'lyapti. İnşallah milletimiz bunu tushungan vaqtida bu da'voning texmi yuqori pallada, yuqori saviyada olib berishning muhim ekanligini tushungan vaqtida inshaalloh o siz degandek muqim adam ishlatishga yordam qilishimiz mumkin. Tashkilot va sizlardek olimlarga, ustozlarga jiq vazifa tushdi nimdanda. Men deganki programmada dedim tekrar chaqirishni aytdik, xalqimizga chaqiriqda bo'ldik. Asli shu yerda yashayotgan faqatla men qurultay uchunlam demadim. G'arb ellardagi butun Yevropadagi hamma davlatlarda tashkilotlarimiz bor endi. Aslida shu tashkilotning ichida har xil o'z boshqa yerda ishlab turib qilgandan ko'ra shu yerda yashayotgan xalqimiz shu yerda qurilgan shu tashkilotga biz qilolmadik qarindoshlarimiz sizlar bo'lsin bu xizmatni butun vaqtingizni chiqarib qilinglar deb shu yerdagi jamoatlar xalqimiz bir yerga kelib biz maoshlarni boshqa yerdan oldigan maoshlarni biz hal qilaylik deb ularni muqim shu xizmat uchun vaqtini chiqarishga safarbarlik qilish bugünkidek bir sharoitda bizning bu vatanimiz bo'lsa u yerda bir datumimiz nabdahlar qilib qo'ysak ijtimoiy muhim turklarning jamiyatlariga o'xshash shu yerda millatimiz yo'qolib ketmasin u bu degandek. Ammo shunday bir ig'ir sharoitda xalqimizningki u da'voga butun bosh cho'kirib ishlaydigan, butun vaqtini shunga ajratadigan, zihnida deganda o'ltasi qopsa, butun xizmat jarayoni shu vatanning da'vosi Xitoyning olib berayotgan bu vakshiliklarni bosh qilib texnik aktiv xizmat qilishga ajratadigan bir turkum insonlar chiqish kerak har qanday millatning ichidan. Bu chaqiriqda bo'lgan bo'ldik, albatta sizlarga jiq vazifa tushdi. Men chargiz ta'sir maslab qarayman. 3-4 oila bo'lganligini taxmin qilsakmi, Germaniyada masalan vatandosh bo'lgan oiladan shular har bir ularga nisbatan ham oyda $100 berib qo'ysimi, o'nlagan odamni ishlatalaydi bir tashkilot hamda. 3-4 oila bo'sh gap emas hamda, normal demamda, shunchaki hisoblasam. $100 hech nima emas-ku Yevropaliklarga nisbatan, vatandosh bo'lganlarga nisbatan. Shu buni o'ylanishi xalqimizningki jiddiy o'ylanishi ham sizlarning ko'proq tashviqotli jonliqroq elib berilsa bu qig'il bo'lmaydigan ish deb qaramayman, chunki men hamda bugungi ahvolda haqiqatan butun vaqtini, hamma narsasini chiqarib bu da'voga shu dunyo vaziyati bizga texnik yaxshi bo'lib berayotgan, Xitoyga qarshi bir kayfiyat kun tartib bo'layotgan bir mezgilda biz texnik jonliq bo'lishimiz kerak hamda bu qiymatda. Bu hamda deganda chaqiriqni qabul tekrar chaqirib qilishning hojati yo'q. Hem xalqimizga ketgan bo'lsin bu so'zlarimiz. Hamda boshqa sizning deydigan so'zlaringiz bo'lsa shuni olasiz. Gapingizga ulab bizning endi Germaniyada bu safarbarlikni qildik endi 2-oyning 24-i shu yerdagi jamoatimizni cho'g'lab yüzdek kardeşimizni çoğulab shu ahvolni o'tirib qo'ydik dunyo qurultaydan. Biz muqim adam ishlatishga ehtiyojimiz bo'lyapti. İmkanına qarab 100 eurodan yoki 50 eurodan oylik bedel topshiramiz. Biz shunga biz muqim adam ishlatib bu ishni taraqqiy qildiraylik degan chaqiriqni qildik. Bunun ovoz qo'shganlar bor. Endi degandek u hammasi ovoz qo'shmaydi ekan endi bizning millatning bilmadik. Ovoz qo'shganlar yana shu da'voni burundan qo'llab kelayotganlar ovoz qo'shib hozir 20 ga yaqin qarindoshimiz bunga ovoz qo'shdi. Ba'zilari 100, ba'zilari 50 dan qilyapti. Yani degandek bu yeterli emas. Keşke şu 400 aile bor desek 400 ailenin hammasi siz degandek 100 dan bersa o albatta jiq pul degan. Hamma xizmatingizdan istifa berib shu albatta butun xizmatni kech kunduz bu da'vo uchun qilsizlar xizmat. Albatta shunday qilib. Chunki sizlar uchunmi, tashkilotning ichida ishlayotganlar uchunmi oilasi va ularni yashashi kerak. Ammo boshqa ishni qilib turib bu da'voni nagacha olib borsa?
Yani yetmekçi bo'lgan nishonga bu şekilde qilsang, bir muqim ishlasang 1 yilda yetadigan nishonga 5 yilda borsa aran. To'g'ri. Endi inshaalloh. Ama hakikaten bu Yevropadagi bir yerda bizim berib ko'rdik nurg'un davlatlarda shu yerda yashab turib agarda 100 odamni chaqirib 20 odam chiqqan bo'lsa, o'z vaqtida biz Cumhuriyet qurilgan asnoda mush tariximizni o'qisak, shu yerdagi boylarninki o'zininki vatan qurimiz, davlat qurimiz deyotgan vaqtda chiqargan puli insonni xijil qiladigan darajada. Tarix buni yozdi. Yo erkinlik, mustaqillikni umid qilgan bir millat oldidan bu şu erkinlikka, şu mustaqillikka, şu izzatga erishishning yo'lini qilish kerak aslında. Şunun bir bedelini sen uchun nima hamda o pul hamda. Bir ayda bir qatim chiqaradigan shunchalik bir arzimas bir pul, shuni o'zining millatidan bo'lgan bir odamlarga chiqarib bu vatan uchun xizmatga salamasak, biz qanday mo'nin kayindan voy apam vatani bulayotgan ishlar qaqshay olamiz. To'g'ri, endi bizning millatimiz shundoq nodonlik patib qolgan bir millat. Hozirgacha aqllanmay ketyapmiz. Pul topmada emas, pul nurg'un pul topqanlar va vatan ichi sirtida bo'lib, vatan ichida keyingi vaqtlarda milyar pul topqanlar ekan. Biz bu qarindoshlarimizning chet elda ushqash to'qanlarimizga dedik. Bu shundoq chet elda vatanning davosi berilyapti. Shu davoga töhbanglar bo'lsin, yordam qilinglar. Hiç bo'lmasa bizga yordam qilmasanglar bo'lsa, o'zingning oilasi uchun chet elga shu topgan pulingni bir qismini yo'tkib olinglar. Kunlarning birida Xitoyning siyosati o'zgarib qolsa, o'zingni qutqizgan bo'lsa, hech bo'lmasa deb jiq tavsiyalarni qildik shu vaqtida. Qisaq ba'zilar zam qilgandek qilib, sizlar chet el turib Xitoyni o'ch ko'rib ketibmishdek devatsizlar, ammo vatan ichi degan siyosat aralashmasak ham qanday pul topsak bo'ladi, biz rahat yashayapmiz, xotirjam deb shunday javobni berganlar bo'ldi. Endi naydi bu ahmoqona xiyol. Biz millatda shunday bir ang bo'lish kerakki, biz mush Xitoydan qutulmay turib, biz milyonlab, milyarlab pul topayli, boyib ketayli, biz xotirjam deganni o'ylash kerak. Men hozir nima bo'ldi? Hech nima yo'q. Hatta pulu yüzünü qutqizish emas, yüzünün beşiği bala oldu. Hozir shu baylarning hammasi degidek asosan turmada pullar degan qoldi Xitoyga. Yani o pul ba'zilar anglasak, ba'zilar butun boylig'im sana qolsin, meni qo'yib yotgin desa, Xitoylar demiş saqchilar. Sen taxi pulim bor demsa, bu pullarimiz bizningda. Biz o'zimizning pul, o'zimiz qaytib keldi sen yetsa deb ashunda javob bergan ekan. Endi bizning millatimizga endi takror kelgan bu balay qazodan yana ibrat olmaydigan bir odatimiz bor, unutib qoldik ekanmiz. Xitoy shundoq bir kichkina bir erkinlikni berib ham pul topsangmi top, din o'qisangmi o'qi, fan o'qisangmi o'qi, ziyoli bo'l, olim bo'l, boy bo'l deb tashlab qo'ysa, butunlay hammani unutib ketib, ishinib ketib Xitoyga shuning bilan davomizni tashlab qo'ydigan odat bor. Keyin toza zulmni toza yig'irlashtirgan vaqtida voy zulm qildi deb qaqshaymiz, voy davo qilsak bo'ldi, bu Xitoyni yo'qotsak bo'ldi deydigan bundaq bir odat bor xalqimizda. Biz masalan keyingi vaqtlarda shu lagerni o'tirib qo'ygandan buyon hech Xitoyni bir og'iz tillab boqmagan insonlarni qo'pib da'vogar bo'lib ketdi. Albatta bo'lsin, xo'sh bo'lamiz. Da'vo sepiga qaytilsin, sonimiz ko'paysin, Xitoyga bo'lgan noroziligimiz kuchaysin. Hammaga xo'sh bo'lamiz albatta. Ammo bu Xitoyning siyosati navoda o'zgarib bir shamollarga chiqsa shu. Biroz bir erkinlik berib, yana burunga o'xshash 80-yillarga o'xshash masjidimizni ichib, madrasamizni ichib, yana pulimizni tepib, yana o'qishimizni o'qib, qildigan bir siyosatni chiqarib, biroz bizga erkinlik berib qolsa, butunlay yana Xitoyning qilgan zolimliklarini, vahshiyliklarini unutib qolib, yana
bu Xitoyga ishinib ketsak endi bo'lmaydi. Bizda shunday bir ideya bo'lish kerakki, biz Sharq Turkistonliklarda mushu Xitoydan qutulmay turibman, mustaqil davlatim bo'lmay turib, hiçbir izzetim yok. hiçbir izzetim yok, hiçbir pulum yok, hiçbir bir ilim Kul boğandan seviyege, hiç kandak bir nefsi girişemayım. bir kul nime girişeledi. Elbette, elbette. Kulluk halıtıda. Pul halıtı. Hem nersi onun kikesi halıga vaktinde ele oldu. Elbette. Şunu düşünüş gerek milletimiz için. Bu Xitay erkinlik belsin, yaki beğenmesin. Xitay hatta hemmimizne şu meşlerini şunda çoğun sepperip, medreslerini sepperip, taz çoğun şirketlerini kurup verip, işler hatırcan pultap, namazını oku, ibadetini kıl da bizi şu haletke ekip koysun mu? Bu vatan kutulmak için bu Xitay bizni bu aldavatı dep düşünüş gerek millet. İşenmezlik gerek. Tarihte bu neçe tekrarlandı. Elbette. Bizge zaten Xitay'dan kurtulmayı durup bizge o hakiki erkinlik yok. O tapkan pulumuz mu beka, okugan o ilimlerimiz mi beka, ne profesör, doktorlu ne? Türmüge solavatdı ben hazır, lagerlığı solavatdı. Ne dini ölümalarımızı lagerlıda kıynap öldürüvattı. Hatta edebiyat sanatçılarımızın tatıp, nakışçılarını tatıp, hemen apırıp solavatıdı. Doğru. Baylarımız zaten kalmadı, baylıklarımız kalmadı. Demek bu Xitay'dan kurtulmayı durup, ben o bay olaylı, ben alim olaylı, bu biz izzet, hürmet erişemeyiz. Millet şunu düşünüş gerek. Zaten Xitay'dan kaysi şekilde olsun, kurtuluşunun çaresini izlemeye durup, müstakil bir devletin kuruşunun çaresini izlemeye durup, devlet kurmayı durup, biz Uygur milleti, Şarkı Türkistan halkıga hiç kaçan bir hakiki erkinlik kemmedi. Hoş. Köptün köp rahmet. Ahirde istiklal hakkında fikirleriniz, tanqıtlarınız bulamdı, teklif fikirleriniz bulamdı. Bunu alsak 10 yıldan artık vaktim ben yıkılıp kopup bugünkü haltımız kaldık. Elbette dünyanın arkası şeylerdi ki kıyırdaşlarımız, şunun için de Germaniyada nurgun kıyırdaşlarımız bizge devamlı bu neslerini yazıp durdu. Teklif fikirlerini. Siz mi şu yerde uzun yılda yaşavatsız. Elbette sizlerin teklif fikirlerini biz için kıymetli. Bu yerde sizinki hem ustaz böyle süptüğünüz bilen fikrinizi alsak. İstiklal TV'siga ben tanqid emas, tanqid qilgan bir taraf ko'rmadim. Rahmet aytaman. Çünkü İstiklal televiziyasi qurilgandan buyon nayta yaxshi xizmatlarni qilib, taraqqiy qilib, yuqori saviyada rasmiy xalqaro saviyaga xalqaro standartlarga uygun şekilde bu teşviqat hep bağlandı. Bu milletimizin şu keyingi vaqtda chet ellarda hep bağlan teşviqat vasıtalarının içinde en aldın qatarda men vatkan İstiklal televiziyasi. Bunu ben kaç günü bir kardeşimizin şu İstiklal'da bo'lmagan, endi İstiklal'da bo'lgan ishlavatgan kardeşimiz bo'lsa mı ancha ta'sir qilmasdi, yüzünü maqtavatdi degandek. Ama başka yerden kelgan bir qancha kardeşimiz bu İstiklal televiziyasining nayt yaxshi ketayotganligi dünyanın hem yerideki Uygurlarning bu televiziyaga qiziqib anglaydiganligini, hatta hazır 20 mingdan eşip ketganligini kunlik anglaydigan qarindoshlarımızın bunu dedi. Men ayt hoş oldu. Elbette bizning bundaq bir teşviqat organımızın buluşu ve bunun tarafsız şekilde hemme faaliyetlerini, hemme teşkilatlarını elip beriyotgan faaliyetlerini teşvik qilib, hemme davagarının, dava qilayotganlarının ne tunuşturup xalqqa faaliyetlerini tunuşturup bunda qilganlik bu nayte kişini xoşal qiladigan bir iş. Bunu burunqıla köpünçe Ma'rif cemiyetinin organı Ma'rif cemiyetini teşvik qildi deydigan düşünceli batı. Keyingi vaqtda köydük fakat Ma'rif cemiyetinin emas, bütün
teşkilatlarının elip veriyotgan faaliyetlerini tanıştırıp onu halkımızı bilgilendirip mevadisler. Buna ait mühim bir hizmet. Buna ait koşalınarlık bir hizmet. Şunun için istiklalını tebrikleymen ve bundan kim takımı tarafsız şekilde bütün Şarkı Türkistan davasını kılıvatkan meyli teşkilatlar olsun, şahıslar olsun, Şarkı Türkistan halkı faydalıqlan bir iş qilgan bolsa, onu teşvik qilishning muhimligini tavsiye qilaman. İnşallah bundan keyin bizmi men hozirgacha bevosita qilgan faoliyatlarimizning nimasini avatib bermadim. Avatib bermagan bo'lsam, men o'zimmi bir qancha qatim ko'rdim. Dok TV'den yoki Erkin Asya radyosudan elib, uni yenisini Istiqlal TV'sida uni taqibchilarni aytib hoş oldum men. Demek teşviqat shundoq bo'lishi kerak endi. Men bu teşviqat deganni shu vatan millatning davosi uchun, vatan millatning davosini xalq tushunish uchun qurilgan bir teşviqat organi. Elbette şu hizmetki sadık şekilde şunu qilish kerak endi. Ani men yaxshi ko'radigan tashkilotda yoki yaxshi ko'radigan kishilarda unikini teşvik qilaman. Ma yaxshi ko'rmaydigan yoki men yaxshi ko'rmaydigan kishida yoki tashkilotda unikini chiqamayman deydigan bu mencha to'g'ri bir teşviqat vositasi bo'lmay qoladi. Endi Istiqlal TV bu jihatdan keng qo'saqlik bilan keng doirada yaxshi xizmat beryotdi. Undan keyin men qilgan xizmatlarimizni, faoliyatlarimizni yo'llab bermay inshaalloh. Ko'pdan ko'p rahmat. Hamkorlashib, Dunyo qurultiyi bilan Istiqlal TV, Dok TV bilan hamkorlashib birlikda ko'pdan ko'p rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Qimmatli fikrlaringiz uchun rahmat, ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun rahmat. Alloh razı olsun. Elbette qadrlik, hurmatli ustozninki bu gapidan keyin dunyodagi barliq ko'rurmalarimizga ham shuni ta'kidlaymizki, Istiqlol butun millatimizniki, dunyoning har qaysi joylaridagi barliq millatimizga oid, millatimizniki ovozi bo'lishga tirishish uchun harakat qilayotgan bir kanal. Ustoz degandek herkesmi tarafbozlik qilish nimamiz yo'q. Ama ba'zida bugun hammalarga ma'lum, dunyoning har qaysi joylarida har qanday bir davlatda tashkilotlarimiz va faoliyatlari va ba'zida xizmatning oldirashligi tufayli bir qancha kun kechikib qoldigan ishlar bo'lib qoldi. Yoki bo'lmasa qilinayotgan faoliyatning ko'pligidan bizning xabarimizning muddati oz bo'lganligi uchun, masalan, hatto Turkiyada biz o'zimiz yashayotgan Turkiyadami bir kunda ba'zida 5-6 yerda program o'tkazilib qolsa, shuning bir qanchasini ham olimizda hamda. Chunki xabarning muddati qisqa. Faqat tashkilotlarning qilgan ishini qilib qo'ysangiz, ham dunyoning boshqa bizga aloqador butun dunyoda bo'layotgan kun tartibdagi muhim xabarlar kirmasa ham bo'lmaydi. Faqat u tashkilot buni qildi, bu tashkilot buni qildi deb xabarni qilib qo'ysak, xabarning universal har xil mazmun ichida bo'lishiga diqqat qilmasak ham bo'lmaganligi uchun shuni tanshab qilyapmiz. Ba'zi xabar topolmay qolgan gap oldirashchilikdan. Chunki boshqa programmalar har kuni chiqayotgan ekan bu xabar. Shunga barliq tashkilotlarimiz bo'lsin, biz ayrim bir guruh qurdik. Dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilot mas'ullarimizni o'z ichiga olgan. Shu yerda qanday bir davlatda faoliyat o'tkazilsa, shu guruhga yo'llaydiganga hem shaxsiy jihatdan faoliyat o'tkazilgan bo'lsa, bizning Istiqlolning nomeri ekranda bütün faoliyatlarimizda chiqib turadi. Shu orqali bizga WhatsApp orqali yo'llasanglar, ma'lumot bersanglar, biz uni har qanday yerdan kelsa, millatimiz uchun foydali bo'lsa, biz uni chiqarmay ko'miyotadigan ishni aslo qilmaymiz. Xalqimizga bu chaqiriqimizni takror bir yangilash bilan programmamizni oxirlashtiramiz. Yana bir qatim suhbatda boshqa bir mavzuda ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.